Albatta, Amerikadagi moliyaviy salohiyat, bu yerdagi texnologik imkoniyatlar inobatga olib, energetika yo'nalishida ham bizda masalan mavjud hamkorlik bilan birgalikda biz Air Products bilan, General Electric bilan, Schlumberger kompaniyasi, Baker Hughes kompaniyasi bular bilan birgalikda keng hamkorlik qilish bilan birga yanada yangi bosqichga buni olib chiqish. Mana hozirgina bo'lib o'tgan Air Products kompaniyasi bilan uchrashuvda yangi investitsiyalar kiritishga tayyorligini, yangi yo'nalishlar izlayotganiga, turli yo'nalishlarda diversifikatsiya qilishi tayyorligini bildirdi. Masalan, shuningdek biz gaz transport tizimida yoki o'sha neft gaz kompaniyalari qazib chiqarayotgan gazini hozirgi kundagi mavjud kompressor stansiyalar va skuf kompressor stansiyalaridagi gaz asosida ishlovchi agregatlarni elektrga almashtirish va elektr dvigatellar o'rnatish bo'yicha ham yirik kelishuvlarga erishdik va bunga Amerikaning Exim banki moliyalashtirishga juda katta qiziqish bildiryapti. Bundan tashqari burg'ulashda Schlumberger, Baker Hughes kompaniyalarini yangi texnologiyalari, tajribalari, boshqaruv metodikasini qo'llash bo'yicha ham kelishuvga imzoladik. Hamda Gulf kompaniyasi bilan birgalikda $100 million atrofida O'zbekiston bo'ylab alohida yoqilg'i quyish shoxobchalarini qurish bo'yicha ham O'zbekneftgaz memorandum imzoladi. Aniq raqamlarga keladigan bo'lsak, mana birgina kompressor stansiyalarning o'zidagi agregatlarni almashtirish bu 2-3 yillik dastur kamida $800 million ga baholanyapti va hozirgi kunda o'sha Panjaya degan kompaniya bu narsani ishlarni muvaffaqlashtiradi va uning ma'lumotiga ko'ra Exim bank tomonidan $852 million ushbu yo'nalishga kredit liniyasini ochishga tayyorligi bildirildi. Bu faqatgina bitta yo'nalish. Agar barchasini olganda albatta yangi loyihalar, bu mana Air Products bilan bo'ladigan loyiha, bu ko'mirni gazifikatsiya, sintez gaz olib undan ammiak, metanol, boshqa qo'shimcha qiymatli mahsulotlar olish bo'yicha loyihalar inobatga olsak, $3-4 milliard atrofidagi yangi yaqin kelajakdagi istiqbolli loyihalar deb baholasa bo'ladi. Energetika bo'yicha O'zbekistonning asosiy hamkorlari qaysilarligini bilasiz va uni diversifikatsiya qilish kerak. Qo'shma Shtatlarda salohiyat borligini gapirdingiz. Qaysi yo'nalish bo'yicha masalan Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlikni ko'proq o'ylagan bo'lamiz va umuman O'zbekiston energetika bozori Amerika uchun qanchalik ochiq? Amerika kompaniyalari avvalambor energetika yo'nalishida keng ishtirok etyapkan. Bu General Electric kompaniyasini turbinalari bizda Toshkentdagi issiqlik Toshgres, ya'ni o'sha Toshkent issiqlik elektr stansiyasida To'xtatosh issiqlik elektr stansiyasi o'rnatilganligi yoki Amerikaning Solar Turbines kompaniyalarining o'sha gaz transport tizimimizda ishlayotganligi. Albatta, nafaqat bular. Bundan tashqari men yana bitta yirik kompaniyasidan chiqaribman. Bu UOP Honeywell kompaniyasi. Bu hozirgi kundagi neft kimyo zavodlarimizdagi boshqaruv tizimlarini joriy qilgan kompaniya bo'lsa, mana o'sha kompaniya bilan birgalikda yangi texnologik jihatdan linear alkil benzol, ya'ni LAB deydi, lab o'sha loyihani ham birgalikda ularning litsenziyasi asosida amalga oshirishni muhokama qilyapmiz.